Assalomu alaykum hammaga. Siz Alimov Zone kanalidasiz. Men Abdumomin. Qanunda biz boshladik. O'tgan videoni ko'rganlar biladi. Biz Real Madridda yangi karyera ochdik va birinchi o'yinimiz ikkita o'yin Barselonaga qarshi bo'ldi va biz bu o'yinlarda yaxshi g'alabaga erishdik va kubokni qo'lga kiritdik. Mavsum boshidan juda chiroyli g'alaba bilan boshladik. Albatta Real Madrid o'sha pik davri 2018-19-yilga o'tar yili juda pik bo'lgan. O'sha hamma sevgan payt Ronaldo ketishidan oldin adashib ketdim. 17 dan 18 ga o'tadigan mavsum juda zo'r mavsum. Xullas boshlaymiz. Bizda keyingi video birinchi bo'lib pochtalarni ko'rib chiqamiz. Bizga Iscoga transfer kelyapti. Iscoga Manchester United qiziqyapti. Biz o'sha o'tgan videoda ham aytdim, bu videoda ham aytaman. Hech kimni olmaymiz va hech kimni sotmaymiz. Birinchi videoda aytganimdek, ya'ni birinchi mavsumda shu ishni qilamiz. Keyingi ikkinchi mavsumda yoki bo'lmasam o'sha qishki transferlar o'ynasigacha yarim mavsum o'ynaymiz. Qaysi tomonlarimizda pasayish bor yoki qaysi tomonlarimizni almashtirishimiz kerak, qanaqa o'yinchilarni ko'rgilaring kelyapti. Kommentariyaga fikrlaringni bildirsalaring, shunga qarab o'yinchilarni olaveramiz. Xo'p, keyingi o'yinimiz bizda kim bilan bo'ladi? Xo'p, keyingi o'yinimiz birinchi o'yin La Liga birinchi tur birinchi o'yinimiz bizda Deportivoga qarshi press konferensiyada qatnashish shart emas. Birinchi o'yindan boshlaymiz. Tarkiblar o'sha, faqat Ronaldo jarohatdan keyin Ronaldo'siz o'ynashga to'g'ri keladi. Bir qancha o'yinlar, bir qancha oy deymizmi, uni esimda yo'q qancha muddatga travma olgani, lekin ko'rib chiqib qilsak bo'ladi. Lekin o'zi aslida bunaqa o'yinlarga mayli, Ronaldo tushmagani ham yaxshi. O'rniga Asensioni tushiramiz va o'yinni boshlayveramiz. O'yin boshlandi. Deportivo o'yinni boshlab beryapti. Deportivo. Bugun biz mehmonda o'ynaymiz. Albatta. Deportivo. Hoppa, to'p topib qo'yamiz. Yo'q, bu yerda endi Navarro. O'tgan o'yinda Jonli sharhlab ketishga deylik, Jonli nima qilib ketishga video qilib ham gapirib ketishga imkon bo'lmadi va mana ikkinchisida bu xatoni to'g'rilab, keyingi videomizda, mana navbatdagi videomizda buni to'g'rilab birgalikda qilib ketishga harakat qilyapman. Faqat bitta minus tomoni bo'ladi, ham o'yinda ovozi chiqib qolishi mumkin, ham mani ovozim eshitilganda shu joyda ozgina xalaqit berib qolishi mumkin, lekin mayli. O'yinni davom ettiramiz. Deportivo. Yo'q, bu yerda Ramos bor, Ramosdan o'tib ketish qiyin Deportivoni, lekin mayli. Asensio, Benzema, Marcelo, Asensioga pas, Asensio zarba va Ruben darvozabon yaxshi seyf qilmoqda. Endi Toni Kroos burchakdan to'pni o'yinga kiritadi. Varran, yana Ruben o'z joyida. Albatta. Ruben o'z joyida. Offside va Modric jarohat olyapti va shu kerak emas edi o'zi. Modric yaxshi o'ynab turadi, lekin mayli. O'yindan keyin ko'ramiz. Qanchalik bu biz uchun noqulay travma yoki shunchaki bir ikkita o'yinga bo'lsa ham mayli. O'rniga Isconi tushirib o'yinni davom ettiraveramiz. Benzema yaxshi pas, Gareth Bale zarba. Cho'zvordik. Davom ettiramiz. Marcelo, Benzema, Toni Kroos. Bale noto'g'ri pas berib qo'ydi.
Lekin mayli, o'zi La Liga birinchi tur ozgina shunaqa boshlanib olish kerak. Ya'ni xatolarimizni ko'rib, qayerda qanaqa o'ynashimizni tushunib olishimiz kerak. Voy, xavfli hujum qildi Deportivo. Voy. Deportivo hujumga o'tyapti. Yaxshi. Muhimi penalti ishlamaslik kerak. Jarima maydonchida xavfli o'ynamaslik kerak. Isco. Kroos, Toni Kroos. Benzemaga Karim va gol. Karim Benzema. Dahshat. Toni Kroos zo'r boshlayapti. Benzema ham birinchi turdan La Ligani chiroyli boshlayapmiz. Ayniqsa Kroos Barselona bilan o'yinda ham, ikkala o'yinda ham juda chiroyli o'yin ko'rsatgan. Javob uchrashuvida ham birinchi o'yinda ham zo'r o'yin ko'rsatgan ikkalasi ham. Benzema, Karim kirib keta olmadi. Garit, Casemiro, Kroos, Marcelo chap qanotdan o'tyapti. Asensio zo'r o'tib ketdi. Pas. Karim, voy, nimaga men tepdim-ku. Tepolmay qoldi. Mana bu yerda Carvajal pasda ozgina xato yo'l qo'yapti. Sergio, Toni Kroos, Asensio bilan, voy, xato, mana shu xato Asensiodan qimmatga tushishi ham mumkin. O'ng qanotdan Deportivo o'tyapti. Lekin bizda o'yinchilar yetarlicha himoyada, Marcelo yo'q. Hali ham top Deportivoda. Yaxshi olib qo'yapti. Casemiro. Emre Kolak. Andone, voy. Yaxshi qoida buzilmadi, zarba, darvoza to'sini. Deportivo yaxshi hujumga o'tyapti. Tez chiqib ketish kerak bu bosimdan. Qarshi hujumga o'tib ketishga ulguramizmi? Benzema, super pas, Gareth Bale. Voy, burchak to'pi. Toni Kroos uzatma. To'pni qaytarmoqda. Yana Toni Kroosdan uzatma, Gareth Bale yo'q. Ramos yetib boradimi? Yo'q, Deportivo. Va bo'ldi, birinchi taym o'z yakuniga yetyapti. 1-0 g'alaba qozonyapmiz. Birinchi taymdan keyin ikkinchi taymda esa ko'ramiz qanday o'zgarishlar, qanday o'yin bizni kutib turibdi. Gareth Bale. Biz boshladik ikkinchi taymni. Tezda o'ynab ketyapmiz. Toni Kroos. Bale'ga pas. Isco, Benzema. Voy, juda g'alati zarba bo'ldi. Yo'q. Burchak to'p ishlabmiz. Kroosdan uzatma. Bale. Voy, Ruben. Super save. Toni Kroos yana uzatma. Sergio Ramos endi noaniq. 6 ta save tashlabdi. Deportivo darvozaboni Ruben qoyil qolish kerak, chunki ancha-muncha golli vaziyatlardan olib chiqyapti bu darvozabon. Hop, Emre Kolak, Carvajal, Isco. Voy, yana pasta xatoga yo'l qo'ydik. Varan yaxshi olib qo'ygandik. Yana voy, bu yerda Deportivo endi hujumga o'tib ketyapti. Baribir ularning uyida birinchi o'yin xavfli qochib ketishi mumkin. Varan zo'r olib qo'yapti. Gareth Bale yo'q. O'tib keta olmadik. Carvajal, Emre Kolak yo'q. Orqaroq bilan o'ynayapti. Umuman to'pni olib bo'lmayapti va nihoyat olib qo'ygandik. Xatoga yo'l qo'ydik, lekin buni Marcelo bu yerda himoyada yaxshi o'ynab to'g'irlayapti. Asensioning pasi Benzema yetib bordi, lekin himoyachi ham to'pga birinchi yetib kelgandi. Emre Kolak, Deportivo
Ikkinchi taymda umuman to'pni bergan yo'q bizga. Faqat o'zi o'ynayapti. Oshirib tursa yaxshi bo'ladi. Tutquzyapti Deportivo, shuning uchun asosan u hujumga o'tyapti. Mana bu xavfli. Carvajal yaxshi o'ynab berdi. Varan tezda o'tib ketishimiz kerak. Casemiro to'xtab o'rta bilan Benzema, Isco. Benzema tushunmay qoldi. Benzema ozgina tushunmay qoldi. Casemiro, Asensio. Voy! Zamah qilmoqchi edim, tepib aldamoqchi edim. Casemiro mayli almashtiramiz Ceballos bilan. Cebalosga ozgina o'yin yetishmayapti. O'ynatishimiz kerak Ceballosni. Uni ham potensiali yaxshi o'yinchi. Hozircha Valverde ko'rinmayapti, lekin Valverde bo'lsa, Valverdeni ham zaminga qo'yib, uni ham ozginadan o'ynatib kuchaytirishimiz kerak. Chunki Valverde bilan Ceballos o'zi shu ikkalasini kuchaytirilsa, boshqa yarim himoyachi olishni keragi bo'lmay qoladi. Voy, mana shu yerda ozgina cross to'p tutmaganda oshirib qo'ydik. Shu yerda olib qo'yishim mumkin, cross yo'q. Deportivo yaxshi himoyalanyapti ham, yaxshi o'ynayapti ham, hujumga ham yaxshi o'tyapti, faqat shu zarbagacha yetib bormayapti. Chunki bizda ham himoya juda zo'r himoyalanyapti. Ceballos, to'pni oldirib qo'yapti Ceballos. Hozir maqtab turadimi? Hozir. Ceballos, Toni Kroos. Mana bu yaxshi pas bo'ldi. Ceballos Bale'ga, Gareth Bale, zarba. Darvoza to'sini qutqardi Deportivoni. Bale'ni chiroyli golidan. Bale baribir super o'yinchi. Bale ketmasligi kerak. Bizdan Bale va Ronaldoni ushlab qolishimiz kerak. Va Deportivo o'ng qanotdan Carles uzatma, Isco zo'r olib qo'yadi to'pni. Ceballos. Bale uzatma Asensioga yetib boradimi? Himoyachi undan birinchi yetib bordi. To'pni uzoqlashtiryapti va bo'ldi. O'yin o'z yakuniga yetdi. 1-0. Real g'alaba qozonyapti. Yaxshi bo'ladi. Birinchi turga, birinchi o'yinga nolimaymiz, mehmonda o'ynayapmiz. Ronaldo yo'q. Epladik. Ronaldo, Modric yo'q. Bir nima qilib 1-0 g'alabaga erishdik. Hozircha 5-o'rindamiz, chunki faqat bitta gol urganmiz. Bitta golga baribir yuqoriga chiqish qiyin. Xo'p, Casemiroga transfer kelyapti. Kim? Milan qiziqish bildiryapti. 60 millionga. Lekin Casemiro ham Casemiro to'g'risini aytaman. Hayotda yaxshi o'yinchi bo'lgani bilan, hayotda zo'r bo'lgani bilan baribir aynan FIFAda 18da reytingi baland. Masalan 85 hozir mana shu turgan joyida 85 turibdi, lekin ozgina susayish deydimi borda. Casemiroda ozgina bilmadim, qandaydir 25 yosh. Lekin bilmadim, o'ylab ko'rish kerak, sotishda o'ylab ko'rish kerak. 57 millionga sotmagandik, 60 millionga, deyarli 61 millionga yana qiziqish bildirishyapti. O'zi ozgina qolgan transferlar oynasi yopilishiga, lekin mayli, qiziqib ko'rish kerak boshqa o'yinchilarga. Masalan, bizga hozir Paul Pogbaga qiziqish bildirmoqchiman. To'g'risi, Pogbaga qiziqish bildirmoqchiman. Xo'p, narx qimmat bo'lishi mumkin-da o'rniga, Casemironi o'rniga. Hozircha Cebaloslar ham bor, yetib turadi. Maqsad o'zi bunday qilish kerak, taktika bor. Birinchi mavsumda mayli, shunaqa o'yinchilarni sotib boshqa qilib eplab olarmiz. Lekin keyingisiga kattaroq pul bilan kirib, masalan, hozir bizda deylik mana pulimizni ko'radigan bo'lsak,
Transferning budjet mana 160 million deyapti. Hozir bemalol bironta o'yinchini sotib olishim mumkin, kerak bo'lsa 2-3 to'lab sotib olishim mumkin, lekin bizga baribir yetarli emas. Bir bilan chiqisholmay qolishi mumkin. Masalan, bittasini o'ynatib, ikkinchisini o'ynatmay qolsak, ozgina kelisholmay qolishi mumkin. Shuning uchun mayli deylik, Kazemiron bersa beraylik, to'g'risi tez kelib qoldi bu. Mayli, berib olishimiz mumkin. Mana 51 milliondan 75 milliongacha yana gaplashishimiz mumkin ekan. Keraklar shuni gaplashib ko'raylik o'zlar bilan. Milanda treneri bilan gaplashib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p. Bizga 60 million emas, 70 million bersangiz yaxshi bo'lardi. Maylimi? 61 million bermoqchimisiz? Mayli, bularni ham qiynamaylikda, ozgina tushiramiz. 65 million. 65 millionda o'zi arada chanaqangina emas. Yo'q, faqat ozgina mana bitta 5% emas, 6%, 7% menga ozgina keyingi. Bu 7% nima? Keyingi transferlardan, ya'ni bu Kazemiro sotilib ketsa, shundan nechidir foizini bizga to'lab berish kerak. 5, 6, necha foiz dedi? 4% dedi. Adashmasam 5% dedi, 7% ga ko'tardi. 2% ham hamma. Xo'p, 63 million beraman, 5% ga deyapti. Brat, menga qarang. Menga 65 millionni bering. Menga hech qanaqangi foiz kerak emas. Sutxo'rlik bo'lib qoladi. Eskiruvchilik bo'tasi, bu kerak emas-da bizga. Sutxo'r bo'lmaymiz biz, yaxshi odammiz biz. Xo'p. Bo'ladimi? Yaxshi. Yaxshi. Mana sutxo'rliksiz bemalol 65 millionga, 61 milliondan 4 million yevro ko'tardik. Mana yaxshi. Kazemiro mayli, ketsin bizga. Baribir o'yinchilarimiz Valexoni arendaga so'rashyapti. Mayli, tursin baribir kerak bo'lib qoladi, bilib bo'lmaydi. Kazemiro bilan Ronaldoga o'xshab ketib qolishi mumkin. Ko'ramiz, keyingi o'yinimiz Valensiya bilan. Bizda nimalar deyilyapti? Xo'p, Kazemiro ketdi. Endi biz ko'rib qo'yishimiz kerak sostavni. Xo'p, Ronaldo jarohatda. Endi Kazemiro ketgandan keyin Llorente yaxshi o'yinchi emas. Yaxshi o'yinchi, lekin nima desa bo'ladi. Llorente baribir ko'rdik. Atletico bilan Real Madrid o'yinida ko'rdik Asensio. Llorenteni. O'shaning uchun mayli. Llorente ozgina pastroq tushirib turamiz, Sebaliosni qo'yamiz. Nimaga Sebalios Isco emas? Isco o'zi shunday ham noligani yo'q. O'ynayapti. O'zini joyidan xursand. O'ynataveramiz. Sebaliosga ozgina ko'tarib olishimiz kerak. Sebaliosni o'zini ko'tarishimiz kerak. Balkim mavsumning oxirigacha Sebaliosni o'zi kuchayib ketar. Sebaliosni o'zi yaxshi bo'lib ketar. Xo'p. Bizda Modric bilan Ronaldo yo'q. Nima deymiz? O'ynaveramiz. Valensiyaga qarshi. Mana bu yerda Isco o'zi tushibdi. Isconi almashtiramiz. O'rniga Asensio bizda. Mana endi shetga Modric o'rniga Isconi o'ynatib, Isconi ham ozgina ruhlantirishimiz kerak. Ikkinchi tur Real Madrid Valensiya super o'yin bo'ladi. Menga ishoninglar. Hayotlaringda kimgadir ishonmagan bo'lsalaring, birinchi marta menga ishonib ko'ringlar yoki kimdir ishonchlaringni oqlamagan bo'lsa, men oqlashga harakat qilaman. Endi va'da bermayman, chunki bu futbolda hech narsaga va'da berib bo'lmaydi. Xo'p. O'yin boshlandi, biz boshladik, to'g'ri, lekin biz boshladikmi, esimdan ham chiqib qoldi, to'g'risi. Nani, albatta Carvajal bor, lekin xatoga yo'l qo'yapti. Burchakdan to'pni endi Valensiya o'yinga kiritib beradi. Parejo uzatma, Varan, yaxshi. Zaza, Parejo va offside, to'ppa to'g'ri. Parejo offside dedi. Malades, hakamlarga qo'yib qolishimiz kerak. Carvajal, Isco, Sebalios, Isco, mana bu pas zo'r Benzemaga, Benzema kirib boradi. Zarba pozitsiyasida va gol. Karim Benzema. Ikkinchi tur, ikkinchi gol. Qoyil. Benzema ancha zo'r ochilyapti, ancha yaxshi. Birinchi mavsumdan ancha yaxshi qolgan o'yinchilarga qaraganda.
zo'r ochilib, zo'r o'zini ko'rsatyapti. Endi bu o'yinda ham Kroos ozgina ochilib, paslari bilan yo bo'lmasam bugun Kroosdan bir chiroyli gol ko'ramizmikin? Harakat qilamiz. Lekin asosiy vazifasi Kroosniki pas, mana bu pas. Aynan o'sha Kroosdan Gareth Bale o'tgan o'yinda golini urdi. Voy dod deydigan udar. Ana bu yerda qoida buzilyapti. Zo'r imkoniyat Bale'da. Ichkariga emas, yonimizda sherigimiz bilan o'ynab ketamiz. Asensio. Benzema. Zarba. Voy, nima bo'ldi? Penaltimi? Yo'q. Men nima qildim? Ey. Sudyalar yaxshi odam bo'laylik, ey. Yo shunchalar qimmatmi? Shu pulsiz zulmat menga aytinglar. Pullaringni men to'lab beray. Voy. Kroos. Yo. Valencia, ey. Yo'q. Yaxshi. O'xshamay qolarsin. Ketdik. Iskojon. Bratello. Voy. Hozir maqtab. Shunaqada bular maqtasang darrov o'zini osmonga oladi, darrov kekkayib ketadi bular. Kibrga berilmaylar. Kroos. Voydod pas. Voydod yana bitta pas. Voydod. Uchinchi pas. Voydod. Endi shunaqada zo'r boshlaydi. Bittasi xato qiladi keyin. Yaxshi. Voy. Nima bo'lyapti? Sebalos. Voy, birinchidan chapaqa emas, ikkinchidan zarbasi ham yaxshi emas. Hozirgi reytingda 69 общий o'rinni. Mayli, endi eplab turamiz shunaqa qilib. Muhimi o'tgan o'yinda qangi Deportivoda unaqangi to'pga egalik qilib, zo'r hujumlarga o'tgani yo'q demoqchi edim. Zaza. Yaxshi, Keylor Navas. Malades. Hoppa. Yaxshi. Zazabek. Mayli, Zazabek o'zi to'g'ri ko'pchilik aytishi mumkin. Masalan, La Ligada zo'r komandalar yo'q, bemalol yutasan-da deyish mumkin, lekin sizlar mavsumda yarmiga boringlar. Ishoninglar, qanaqa o'yinlar bo'ladi. Travma oladi, o'yinchilar ham charchaydi. Normalni APLda o'ynasam bilmayman qanaqa bo'ladi. Ustiga bu mana hujumni ko'rib olaylik, ko'p gapirib yordik. Voydod, teping. Voydod. Yaxshi o'g'il. Bizdan chiqdimikin deb qo'rqib ketdim. Toni Kroos. Hoppale. Shetda o'tkazmasligimiz kerak qarshi hujumga. Shetda o'zida bang'illatamiz hozir. O'yinchisini hop kutib turib ozgina borib. Mayli. Kartochka olmaylik hozirdan. Mavsumni boshidan yaxshi. Shunday qilib olib qo'yamiz. Bizdan nima ketdi? Hoppale. Nima bo'lyapti? Hoppale. Endi unaqa emas-da, akalar, to'g'ri o'ynaylik. Endi to'g'ri paslarda ozgina xato bo'lishi mumkin. Endi unga ijtimoiy bog'lam. Voy! Yaxshi. Yomon emas u. Ketdik. Bilaman, aniq tugatcha. Aniq bildim. Bo'ldi, birinchi taym. Muhimi 1-0 g'alabaga erishdik. Yaxshi, ikkinchi taymda yaxshi o'yin ko'rsatamiz. Ikkinchi taymda bag'illatamiz hozir bitta. Hoppale. Qani. Zaza. Valencia ozgina hujumga o'tmoqchi bo'lyapti, lekin bilishmaydiki bizda orqada kimlar o'ynayotganini. Qani, Ramizjon, yaxshi. Hey. Qo'rqitmanglar, akalar. Voy. Varatan uxlab qoldi shekilli. Iftordan keyin charchagandir-da, ro'za og'iz. Hop, Marcelo tog'amiz hujumga o'tyaptilar. Yo, o'xshamay qoldi, mayli. Hech nima qilmaydi. Hoppa.
Hoppa. Hop, bale. Ketdi Marcelo. Oh! Qani Asensio tog'a. Bular tog'a deb bo'lmaydi, jiyan deyish kerak. Xo'sh bo'lyapti. Oz tepkani to'g'rilamoqchi edim, qarasam vaziyat bo'lmayapti. Hoppa, bunday qilib turib, hop, bale. Amochi, varatasan, zeriktirdi. Neto. O'zi sal netoroq varat ekan. Yo, bildim-da. Bilgan bo'lsang qaramaysanmi deydigan odam yo'q. Hop, yaxshi. Ramiz tog'a, mana shuni tog'a desa bo'ladi. Isco, yaxshi. Benzema nima qilyapti bu yerda? Benzema o'rtaroq borsang bo'lmaydimi? Vajang. Endi bir o'ylabman tiqvorsa kerak deb Isco almashtiraylik, taltayib ketdi. Ko'p o'ynaversa ham bo'lmaydi-da endi. Kovacic ancha o'yindan mas tushmadi. Mayli, shu balaga ham ozgina imkon beramiz-da endi. Bundan tepdik. Hoppale. Endi mayli-da, Bruno ham yaxshi. O'zi Real shunaqa oddiy komandalar bilan shunaqa o'ynab turadi. Ozgina. O'tgan safar ko'rdilar, Barsa nimalar qilib tashladi. Hey, yo'q. Va Abbo Valencia. Yo'q, voy dod. Voy joningdan hakamga rahmat. Rahmat tog'a. Qaytaraman biron kun, qolib ketmaydi. Ehson qilib yuborishdi-da, mayli. Zo'r bo'ldi, zo'r. To'ppa-to'g'ri edi. Men bildim o'z ofsaydligini. Hoppa. Ketdik. Voy dod, qizil ber shu qilganiga. Shu qilig'iga qizil ber, ayab o'tirasanmi? Uyatsiz. Mayli, shuncha yaxshilik qildi, mayli. Bu sarig'i ham yomon emas, chadasa bo'ladi. Nachon tushirib qo'yamiz. Xo'p, qaranglar. Hop, Baledan. Hop, bale. Yop. Voydot mashta o'tib ketishmasin, bo'ldi. Qolgani muhim emas. Bruno yutyapmiz. Shoshilmasdan ikkinchisini ham urib olamiz. Hop. Yo, Kovachicga tushmay qoldi. Ozgina tushmay qoldi. Shetda bermaylik. Shetda. Bo'ldi, akalar bermaymiz. Jinni qilamiz. Hop, bale. Ukalarim hazilab. Mana jinnilik. Akalar kechiringlar endi. Shu qilganimga urib beraymi hozir buni? Hoppa. Voy. Tiqib yuborardi hozir. Xollasalar ishonmanglar, tiqib yuborardi mana shu yerdan Bale. Hop, yaxshi. Llorente balo bormi Llorente? Voy, ofsaydda. Bildim, bo'lmasa aldab o'tib gol urardim. To'g'ri urardim shu yerda. Ofsayd bo'lib qoldi. Bildim-da o'zi. Mashta olishimiz kerak. Qo'yib yubormaslik kerak, Qarab o'yna, ko'zingga qara ukalarim. Ofsayddan bor edi. Yaxshi. Sergio Ramos. Yeah. Trying to pass it through and the interception is absolutely vital. İşte Carvajal'ni kallasi kichkina, bo'yi kichkina. Kimga beryapti hozir? Ha, yaxshi, to'ppa-to'g'ri qiladi. Do'stim, men o'zim xato qildim-da, bo'lmasam bunda ham o'yin zo'r ketib turadi. Benzema, voy urkam, bang'illatib qo'ymaysanmi-ya? Endi Real to'g'ri oxirida comeback qiladi, lekin bu yerdagi vaqt bilan hayotdagi vaqt juda 800% boshqacha-da. Xato ham qildim shu yerda, to'g'ri. Buni nima qilishim kerak? Voydod. Mayli. Hech nima qilmaydi. Ikkinchi tur, endi ikkita o'yin o'ynadik. Hech nima o'zgarmaydi. Eplab olamiz. Uni qizig'i yo'q. Biz aytdim-ku, hamma
Hamma kubokni yutamiz. Menga ishoninglar sizlar. Mayli. Nechinchi o'rinda ekanmiz hozir? Bitta g'alaba, bitta durang. Necha o'ynadik? 6. O'tgan o'yin 5 ta edik. Demak, mana ko'ryapmiz. Boshqa komandalar ham zo'r o'ynab o'rgan. Yo'q, kim yaxshi o'ynadi? Mayli, Barselona 2 ta urib qo'yibdi, 2 ta yutib qo'yibdi. 5 ta urib 2 ta gol o'tkazib yuborgan. Nima bo'pti? Hech nima qilmaydi. Mayli. Xo'p, o'yinni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring rahmat. 2 ta o'yin o'ynadik. Ko'rdilaring Deportivo Valensiya bilan. Bu 2 ta o'yin nimaga edi? Qo'lni qizdirib olgan. Ozgina mavsum oldi. To'g'ri, Barselona bilan o'yin kubok o'yini. Biz kubok finalga chiqdikmi, tushimiz aniq edi. Unga shubha yo'q edi, lekin bu boshidagi turda baribir Ronaldo yo'q, Modric yo'q, qiynaldik. Haqiqatda qiynaldik. Cazemironi ham sotib oldik. Cazemirosiz nima deydi? Qiynaldik demayman-ku, lekin yaxshi. Mayli. Shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring rahmat. Keyingi videolar chiqishiga sizlar sababchilar albatta. Komment yozinglar, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, hech bo'lmasa like bosib qo'ysalaring ham juda ham xursand bo'laman, chunki yangitdan 0dan ko'tarilyapmiz. Xullas, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, kommentariyaga fikrlaringizni yozinglar. Keyingi videolarda ham shunaqangi cho'zilib, yo masalan 2 ta o'yin, oddiy o'yinlarda ham o'ynaysizmi degan savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, lekin undan javob beraman. Keyingi videolarda muhim o'yinlarga o'tkazishga harakat qilamiz. Bu bilan La Liga qanaqa ketadi endi sabrlaring yetsa, meni sabrimga gap bo'lishi mumkin emas. Har bitta o'yinni qoldirmasdan o'ynab chiqishim mumkin. Yoki bo'lmasa muhim o'yinlarga, masalan Chempionlar Ligasi yoki Atletico bilan masalan, Villarreal deylik, Real Sociedad muhim emas. Atletico, Barselona shunaqangi muhim o'yinlarga o'tkazishim mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha har bitta o'yinni bittada o'ynab chiqishim mumkin. Keyin oldindan fikrlaringni yozib qoldiringlar. Masalan, kim oliylik transfer qilaylik komandaga. Yoki bo'lmasam kim ortiqchalik qilyapti, kim o'yin yoqmayapti, kamroq tushiraylik, yo qaysi o'yinchini ko'proq o'ynataylik. Shular haqida ham yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, juda cho'zib yordik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.